Assalomu alaykum. Anglayotganlar Turma xotirlari Mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Kirish so'z. Hammaylan mahbus qamoqdan qochgan. Mahbus ruhlar deb at qo'ygan bu kitobni tugatdim. Ammo har qancha kuchinib baqsammu, har qancha zo'riqsammu shu baharsiz, yozsiz, qorsiz, yomg'irsiz 428 kunni hojatning, jarohatning va zayning puraqlari demoqlarni gaz qiladigan ishiklarning taranglab ichilishi minglarni charaslatib, zanjirlarning sharaqlab to'rilishi yurakni qon qiladigan 427 tunni to'liq yozishga qodir bo'lolmadim. Kompyuter knopkalarini chekib 3 yil mukchaydim. Yanala to'liq yozishga, hammani suratlashga qurbim yetmedi. Bugun oxirgi chekni qo'yganimda kitobxonlarga chala qolgan gaplardan 2 shingil to'kkim keldi. Qamoq hayotim 2013-yili 19 avgust boshlandi. Qashqar shahridagi Yanbuloq qamoqxonasida, Urumchidagi Tangirtog, Tikquduq, Livdavan va Ko'ktog qamoqxonalarida bo'lib 15 oy mahbuslik hayotini boshdan kechirdim. 2014-yili 20 noyabr ozod qilindim. Men yatgan u qamoqxonalar hozir 3 millionga yaqin Uyg'ur qatorliq yerlik millat kishilari qamalgan, yig'ilish lagerga aylantirilgan o'rinlar shu. Men yatgan bu qamoqxonalar hozir tarbiyalab o'zgartish markazi, kasbiy mahorat tarbiyalash markazi deyiladi ekan. Men uchragan so'roqxonada qiynab so'roq qilish, qamoqxonada gundubaylar orqali jinoyatni qabul qilishga majburlash, kamerada jinoyatchilarga xo'rlatib iqrorga zo'rlash, dars bilan menga yuyish qatorliq vositalar hozirmi mavjud ekan. Faqat bizning muqim darsligimiz, do'stligimiz yo'q edi. Ammo kamerlar sinib deyiladi. 2018-yili fevral Istanbulda tunji lager shahidi bilan uchrashdim. Shundan toki 2020-yili aprelgacha 16 sobiq mahbusni ziyorat qildim. Ularning kechmishini har anglaganda men qamoqda ko'rgan kunlar ko'z oldimdan qayta o'tdi. Bu kechmishlardan egisi xohlaganni inglizchaga o'rib muxbirlarga yetkazganda u qabohatlar ko'z oldimda yana qayta jonlandi. Silishtirib baqsam butunlay o'xshash. Faqatla kamerlarda qamalgan mahbuslarning soni farqli bo'lib, bugungi lagerlar ziyoda qistan ekan. Bu kitobimda qamoqxonada begunoh kishilarda gunohkorlik, mahbuslik tuyg'usining qanday shakllantirilganligini, so'roqxonada iqrorga zo'rlash, kamerada tövbaga qistash va oxirida jinoyatni topshirg'izishlarning tafsilotini yozdim. Men mahbuslik, gunohkorlik tuyg'usining qamoqdan ozod bo'lib chiqqandan keyinmi kishini qanday qiynaydiganligiga hamda mahbuslik tuyg'usining jamiyatda vabodek yamrab ketganiga shohid bo'ldim. Bayqishimcha Uyg'ur har yerda foydalanayotgandek tuyg'udan xoli bo'lolmaydi. Qamoqdan chiqqandan keyin o'zimni bir turmadan yana bir turmaga kirib qolgandek his qildim. Menga ko'cha boshqarmasi, kent partiya yachaykisi, yezilik partikom degan o'rinlarda ishlaydiganlar xuddi gundupaylardekla bilinadi. Kitobimda men qamoqda ko'rgan gundupaylar bilan sirtda ko'rgan gundupaylarning kamerdagi kamera bilan ko'chadagi kameralarning qamoqdagi tuzum bilan Xitoy davlat tuzumining o'xshaydiganligi yozilmadi. Omonat qoldi. Shundaqla tutqun kunlarda menga haqoratni, tayoqni, xo'rlashni ravo ko'rgan shaxslarning shahar bozorlarda ishlaydigan aktiv soqchilar bilan o'xshashligiga doir voqealar chala qoldi. Qamoqda qo'lidan kelgan razillikni qilishga rag'batlantirilganlar bilan qamoq sirtida o'xshash vazifani ustiga olganlarning silishtirma ko'rinishlari suratlanmadi. 2015-yili avgustning oxirida muhojiratga, hijratga ichimdan kelganini desam, hijron cho'liga qadam bosdim. Menga baqqan gumonxo'r ko'zlar, anglangan kusuldashlar, qamoqda har kamir
almashqanda yangi kirgüchiga şübiylik qarab, bir-birining quloqlariga pishirlaydigan mahbuslarni eslatdi. Sen qechib yurgan jinoyatchi, qamoqdan qochgan mahbus bo'lmasang, nimishqa qo'rqsan? Xitoyning turmusiman tuzumida shakllangan mahbuslik tuyg'usini chet ellarda shuncha yil erkin ibodat qilib, o'qib, unvon ilib turibmi, kayniga tashlayolmagan vatandoshlarga qarab, yoqamni tishladim. Shundoq mahbuslik tuyg'usi muhojiratda ig'irlab ketadigan. Har yerda bayqalishdan, to'nilishdan va ziyonkashlikdan qo'rqish natijasida kuchayayotgan doim kuzatilib turayotgandek, qilmish atmishlari yo'shirin xotirlanib mingayotgandek his qilish, atrofidagi Uyg'urlardan, Xitoy chiroylardan ansirash va shaklanish hurlikda yashayotganlardagi mahbuslik ruhidir, majruhlikdir, xatarlik rakdir. Bu Uyg'ur ishongan Allah hammani bilib turdi degan haq dinning o'rniga Xitoy hammani bilib turdi degan Xitoy parastlik e'tiqodining bir Allohdan qo'rqishning o'rniga Xitoydan qo'rqishning bilinmay almishib qilishidir. Bu mahkum ruhiy holatning, bu maraz kasalning kishilardagi eng qo'rqinchli ifodasi Xitoydan qo'rqishning turli alomatlari bilan Xudodan qo'rqishning alomatlari o'ttirsidagi hayron qolarliq o'xshashlikning mavjud bo'lishidir. Masalan, kishilarda avj olgan Xitoy soyasi yo'q, Xitoyning qo'li yetmagan yeri yo'q, Xitoy qilgan atganlarimizni bilib turdi. Biz bu yerda Xitoyga qarshi harakat qilsak, Xitoyning jazosidan qutula olmaymiz. Hamma yerda Xitoyning odam bor, hamma ishni Xitoy qildirdi. Jasuslar har zamon mavjud, har doim Xitoyga ma'lumot yetkazadi degan qarashlardagi Xitoy so'zining o'rniga Xudo degan so'zni, jasus degan so'zning o'rniga farishta, malaika degan so'zni qo'yib baqsaq, qo'rqinchli o'xshashlikni bayqaymiz. Bu bayqashdan tenimizga titrak olishidi, yuraklarimiz tilinadi. Bundaq o'zi xolab qamalgan, qutulish imkoni bo'lsa-mu, bo'ysunishni istaydigan mahbuslik kesilini men ixtiyoriy mahbuslik deb atashni loyiq ko'rdim. Majburiy mahbuslik vatandagi Uyg'urning qismati bo'lsa, ixtiyoriy mahbuslik muhojiratdagi qismatdir. Men ixtiyoriy mahbuslikni Xitoy 70 yildan buyon yo'lga qo'ygan mustabid tuzumdan, qulluqni tashabbus qiladigan ongdan, bo'ysunishni axloq, itoatchilikni fazilat, jur'atsizlikni hayo deb singdiradigan, zulmga sukutni sabr, hammaga rozi bo'lishni taqdir, axloqni avrat bilan o'lchaydigan, odatdan shundoqla 2009 iyuldan keyin Uyg'urning peshonasiga bekitilgan kamera va kuchaygan kontrollikdan ko'raman. Vatan sirtidagi mahbuslik kasalini kishilar vatandan yuqtirib chiqqan. Muajiratda vatansizlik, yolg'izlik, yo'lanchuksizlik, yaklanishning dastidan texmu ig'irlashtirib olgan. Men bu kitobim orqali Xitoyning mahbuslik tuyg'usi yaratadigan tuzumini yechdim. Bu tuzumda yengilganlarnila emas, yengen qahramonlarni qalamga oldim. Yengenlar bu tuzumni qahramonlarni tarbiyalaydigan baziga aylantirganlar edi. Bu kitobda jamiyatda yuqqan mahbuslikdan, kamirda saqayganlarning mardona, chidamchan va qaysarligini bayon qildim. Shundoqla bu marazni hech bir zaman yuqtirmay, izchil haqni so'zlab, haqda turib, haqqoniyatni yaqilab yashaganlarning ateştek söz ve sergüzeştisini betlerge tizdim. Nursiz, havasız, hayatsız, şu iflas yerlerde mu bu keseldin işenç, iman ve bilim bilen saklanganlarının hatta şundak kesel ruhlarını davalap hidayetke başlaganlarını mu yoruttum. Kitabımda yardımsüyerlik, yardımperverlik ve qat'iylikning g'alabasini ayon qildim. Kitabımning hujjatlik bo'lishini ko'zda tutib, odam ismlari, vaqt, o'rin, vaqa, sabab va jarayonlarni degudek aynan bayon qildim. Faqat bir qancha kishining ismi, vaqaning yuz bergan o'rnini ularning bexatarligi uchun yoshirdim.
Yeziqchiligimga madad bergan ayolim Mehrigul Musoga, bu kitobni yozishga to'xtamay undigan ustozim As'ad Sulaymonga, Mehmetcan Jumaga, kitobning imlosini tuzatgan Sabirjon Ko'ktuqqa, qayta ko'rib chiqqan Batur Qaraxonliga, tahrirlikini qilib qimmatlik fikrlarni bergan Hasanjon Abduvoyitga, Dilmurod Abduqayyumga, Adiljon Uyg'urga, kitobning muqovasini yasab bergan inimga, shundoqla kitobimning chiqishi uchun tavsiya va yordamda bo'lgan Erkin Sidiq akamizga, inglizcha va turkcha tarjima qilinishiga odam va mablag' ajratgan Uyg'ur Project fondiga rahmat aytaman. Qashqar Yanbuloq qamoqxonasi silini tutqili keldi. Shu juma kuni 2013-yili 15-avgust Aptap siriq şaptuldek may bulup pişqan çınqı tuş vaqti idi. Avval natunish bir nomerdan yarım saatcha to'xtamay telefon keldi. Do'stlar bilan qizg'in suhbatda edik. Yenimda chet eldan kelgan bir mehmonimmo bor edi. Shunga telefonni olmay netcha besivatdim. Bir chaqda qarasam ayolimning nomeri ekranda ko'rindi. Uning aytishicha biri men bilan qat'iy ko'rishishni talab qilib turibdi. Bar yerimga kelarmish, bir ko'rishibla qaytarmish. Telefonni qo'yib sirtqa chiqdim. 5 minut o'tdimikin, oqsiriq bir yigit qizil toksiklikdan tushib, oldimga yugurib digidek kelibla, "Aka, gapni udilliday, silini Urumchidan tutqil keldi. Meni so'ramisla, silini mushu 1-2 kun ichida tutudi. Tayyorlik qilsizlar. Uyni, kompyuter va telefonni pokiz tozalasizlar", dedi. Nima deb javob berganim esimda yo'q. Ammo yangi ko'chgan quruq uyim ko'z oldimga kelib, yig'ish turg'idek nima borligi haqida o'ylaganlarim esimda. U bola qandoq tuyuqsiz va tasodifiy paydo bo'lgan bo'lsa, shundoq tuyuqsiz quyundakla g'oyib bo'lgan edi. Faqat bir qizil toksiklik terikining taraqqida qilib kayniga yongan ovozi quloq tuvimda. Toksiklikning egiz gavdilik egisini ko'tarolmay, sal injiqlagandek g'ichildab qo'zg'alib, uchqandek oldimdan g'oyib bo'lib ketgini helimu ko'z oldimda turibdi. So'ringa qaytib kirib, do'stlar bilan chiroyli xo'shlashdim. Bir kun burun payshanba oqshimi izchil menga mablag' salmoqchi bo'lib qo'llab kelgan bir do'stim kecha soat 10 da kelib, tutiladiganligim haqida shapa berib qo'yib ketgan edi. Shunga u xabardan bak jiddiylashib ketmagan edim. Qandaq qilish to'g'riliq zodi nimalarni o'ylaganim esimda yo'q. Odatda kayfiyatimni yo'shirolmaydim. Qo'rqqan, g'azablangan, g'amkinlashgan chog'larda ruhiy holatim osonla chiroyimga chiqatdi. Ammo shu kuni tayyorliqim bo'lg'achqa yo'shirib ketdim. Billa tamoq yegan do'stlarimmi chiroyimdan biror g'alita ifodani bayqamada bo'lg'ay, menmu ularga hech nima demadim. Uning sizmu menga tutulush, soqchining izdishi, so'roq deganlar yangilik emas edi. Texi hafta burun 2 fuqarocha kiyingan soqchi kelib paranglashgan va xotira qoldirib imzoyimni qo'ydirib ketgan edi. 1997-yildan boshlab hisoblaganda so'roq va soqchi deganlar bilan aloqador bo'lgan vaqtim uzun bo'lg'achqa darholla tamtirab ketmaginim aniq. Men tutilishimni bilatdim, ammo buning qachon yuz berishi noaniq edi. 2011-yili 2-iyunda Amerikadan qaytib tamojnadan savol so'roqsiz o'tib ketganda ishonolmay qolgan edim. Ammo shundan keyin tutilib qilishimni doim xiyol qilardim. Soqchilarning choy ichishga taklif qilishlari men Amerikadan qaytib kelib uzoq o'tmay, ya'ni oktabrda boshlangan edi. Soqchilarning meni eng bearam qiladiganı choy ichirib, atrofimda timsqilab qanoat topmay, yana telefonda qilishgan paranglarimni paylab yurishi edi. Doim telefonimni anglaydigan biri borligi bilinib turadi. Anglayotganlarni og'zimni buzib rosa tillabmu zeriktirolmagan edim. Balkim hayotimda eng sat, eng maynat, eng sesiq, eng qo'rqinchli so'zlarni shu tillashlarimda ishlatgan bo'lishim mumkin. Shu kuni cho'ng uyga,
shahardan 15 kilometr yiroqdagi onamning qishiga chiqdim. Balkim tutilishdan burun uni bir ko'rishni o'ylagan bo'lsam kerak. Billa chiqqan ayolimmu mendan biror benormallikni bayqamadi. Uyda onammu menga nima bo'lganini bilolmagan edi. Kichikimdan onamning "Balam, nim bo'lding?" degan bir og'iz gapidan men hech nimani yo'shira olmaydim. Onam shu kuni "Nim bo'lding?" debmi so'ramagan edi. Ammo kechida kiyimlarimni salmayla yotgan edim. Saqchilar onamning oldida uyga bostirib kirsa, onamning oldida tutilib ketsam, uning oldidan qo'llarim ishkanlik ilib ketilsam bo'lmaydi. Saqchi mashinalari sayrab bo'lgacha, sirtdan biror shapa kelib bo'lgacha darhol uydan chiqib oldiga berishim kerak edi. Atsi shanba qoq saharda uydan chiqishga tayyor bo'ldim. Men shu kechining tinch amon o'tganidan meni tutmoqchi bo'lgan saqchilarning shu kechasi onamni bearam qilmaganidan mamnun edim. Bosog'idan sirtqa o'ng putimni ilib bo'lib, keynimga qaytdim. Ana, baqqallaringga rozi bo'lgin. Seni doim dardga tashlab qo'ydim. Chatoq terib yiroqlarga ketib, saqchi izlab ansiratdim. Doim men sabablik puchlanding. Mendan rozi bo'l. Oxirgi qitim bir quchoqlab olay demoqchi edim. Ammo orqamga o'rilib, yog'liqini chekilab tangan onamga bir qarabla voz kechdim. Hatto "Ana" degan bir og'iz so'znimi og'zimdan chiqara olmadim. Gap qilsamla yig'lab tashlaydiganligimni bilatdim. Onamga qarab bir daqiqa turib ketgandan keyin darhol keynimga o'rildim-da, qaramay turib, "Xo'sh" degancha chiqib ketdim. Orqamdan onamning "Balam, nima gapni unutib qapsan?" degani anglandi. Javobmu bermay eshikni yopdim. Shundan keyin necha ming qatim qizlarimni "Balam" deb chaqirib boqqandiman. Ammo hech birini onamning shu "Balam" degan ovoziga o'xshatolmadim. U kunlarda Qashqar shahrining chetiga joylashgan, büyük baraqsan teraklar bilan qoplangan, bog'lardan shaptul, to'g'ach va alochilar purab turadigan bir mahallada yangidan ochmoqchi bo'lgan ona til yaslimizni yasab bezavatgan edik. Onamning qishidan chiqib, taksi bilan udul shu yasliga bordim. Ustamlar va menga haqsiz yordam qilayotgan do'stlarim jiddiy ishlayotgan edi. Mendek ati o'g'in tutilib ketadigan, balki o'zlarini baloga qo'yishi mumkin bo'lgan bir odamga yordam qilayotgan shu do'stlarga qarab, nima deyishimni bilolmay xiyolga cho'kdim. Burunqidek maslahat bergimmu, ishlarning sifati haqida ig'iz ochqimmu kelmadi. Bo'ldi, qilmayli, to'xtanglar, deydisam, sababini demasam bo'lmaydi. Sababini texi degili bo'lmaydi. Tush vaqti bilan akam keldi. Uning astoydilligiga yana bir qatim qoyil bo'ldim. Akam yaslining oldidagi ko'rikning ikki yiniga o'rintish uchun chiroyli naqshlangan va sirlangan rishatka yostib kepti. Yaslining oldidagi eriq ancha cho'ng va cho'nqur bo'lmag'achqa, men ko'rikning ikki tarafiga rishatka yostishga izchil qiziqlik qilib kelgan edim. Akam bu ishga sal qaramaslikni, balalarning bexatarligi uchun rishatka bo'lmasa bo'lmaydiganligini doim jikilab turadi. Men yasatmay, boshqa ishlar bilan yurgachga, har ishni astoydil o'ylaydigan akam go'daklarni suvga tushib ketmasin deb rishatkini putkizib kepti. Akamning doim qadak samimiy chiroyi qarab, yig'lig'im kelgan edi. U odatda men nima ish qilsam unsiz kelib yordamda bo'ladi. Nimani plan qilsam, xuddi men bir ulug'vor qurilishga ul silayotgandek umidlanib ketadi. Shu kuni uning shu umidlik ko'zlariga qarayolmagan edim. Uning ko'zlari hech qachon shu kungidek bechora, ma'sum, ichinishliq ko'rinmagan edi. Shu tushdan keyin Antil yaslimiz har aram kunidagidek ziyoratchi, yordamchi va qiziquvchilar bilan to'lib ketdi. Ba'zilar tok yo'llarini ravonlashtirish uchun yordam qilmoqchi bo'ladi. Ba'zilar suv va avraz yo'llarini o'ngshashga madadkor bo'lg'ili tayyor edi. Bir do'stim yasli uchun
maxsus maktab mashinasidan birini ilib bizga hadiya qilmoqchi bo'ldi. Bir o'quvchimning burun uzun yil avtobus shofiri bo'lgan bovisi u mashinani haqsiz haydab beradigan bo'ldi. Meni suyundiradigan fidoyiliklar shu kuni, ya'ni silini tutqil kepti deganning ikkinchi kuni yuz berayotganligi uchun men xush bo'lolmagan, ularga ichimdan chiqarib rahmat aytolmaganning ustiga o'zimga va boshqalarga tushuncha berishda qiynalmoqda edim. Atrofimdagilarni aldayotgandek tuyg'u ichimni mushuk tatlagandek bearam qiladi. Menga bundaq umid bog'lamanglar. Ona tili yaslimizga uncha o'zinglarni urmanglar. Men tutulib ketaman. Ona tilni qo'g'dash suvg'ichilashdi. Men balalarni, tilimizni emas, o'zimni mo qo'g'day olmayman. Menga buncha yordam qilmanglar, deb varqirg'im keladi. Kunduz ish, ko'rishish va suhbatlar bilan o'tib ketgan bilan kecha soatlarni o'tkazish qiyin edi. Tutulasan degan gapni anglagan juma kunidan boshlab har kecha kiyimlarimni almashtirmayla yotatdim. Tiriqqida bir ovoz chiqib bo'lgacha uyg'onib ketatdim. Men shanba, yakshanba kunlari soqchining kelmaganini, orom olish kunlari bo'lg'achqa kelmadi deb o'yladim. Shundoq bo'lganda dushanba atiganda cho'qim kelishi kerak edi. Dushanba tong otdi. Nashta qilibmi bo'ldim. Hech ish yuz bermadi. Ishik mushlanmadi. Derizlarning keynidan sirliq soyalarmi ko'rinmadi. Atiganda undidordan barliq uchurlarni o'qib, do'stlar chamrakiga yo'llanganlarni maltilab, o'zim a'zo bo'lgan barliq to'plardagi jimi mazmunlarni, hatto e'lonlarni ko'rib ulgurdim. Qurilayotgan yasliga borg'um yo'q edi. Uyda o'ltirib kayfiyatimni ayolimga chandurib qo'yg'immo kelmadi. Soatni 1000 tasda 8 qilib, meni tutqili kelganlarni kutilish uchun uydan chiqdim. Hovlida hech bir boshqacha shapa yo'q edi. Tuyuqsiz telefonimning sayrishi bilan yurakim ansiz so'qib ketdi. Qo'llarim titrab, qo'lashmay telefonni oldim-yu, lassada bo'lib qoldim. Yana emas ekan. O'zining ishini tashlab, ona tili yaslisiga yordamda bo'layotgan bir do'stim meni olg'ili keladigan bo'lib telefon qildi. Yasliga borg'um yo'q edi. Uningga biror bahona o'ydirib, yolg'on aytishni xohlamadim. Rost gapni texi digili bo'lmaydi. Amalsiz uning toksiklitiga minib, yasliga bordik. Qo'lim ishga bormay, qo'ygan tutqanni bilmay, dushanba kunduzmi o'tib ketdi. Davomi bor.